Assalomu alaykum. Amerikadan gapiramiz. Anchadan beri video qilmadim. U qilganda ham juda bomba mashinani bir qiladidan. Obzor Rolls-Royce. Mashinani qaranglar. Ikkita eshikli ekan. Bu yoqda ham Rolls-Royce. Wow. Bu ajoyib ekan. Bismillah. Qaranglar. İçini qorong'ir bo'lsa ham kaliti yo'q. Kalitini ertalab beramiz deyishdi. O'shaning uchun qorong'irda bo'lsa ham bitta obzor qilib qo'yadidim-da. Nima deb o'ylaysizlar? Shu nechinchi yilgi Rolls-Royce va puli qancha deb o'ylaysizlar? Bitta kommentariyada tars latib tashinglar. Like ham esdan chiqmasin. Men esa yilini albatta yozib qoldiraman.